hammasini duo qilish. Nasib qilsin shu bolamga. Etingda o'sha bu nediki bu duo qilsa lekin o'tib qolishi mumkinmi? Ona sirasi sochi kalga olib Inshaalloh. Hammaga nasib qilsin Allohim sochi kalga olib keyin yuraman-da shuncha mana siz uchun duo qilib qo'ying. Jingalar qilib turib aka, jingalar o'sib ketibdi mayli. Keyin u yerda olasan bolam. Nima qilasizda? Nima Xudo xolasa borsa, mayli borib kelsa, lekin labs keyingisiga mana nasib qilsa Nedikka ota-onasini olamiz, birga boramiz, Xudo xolasa. Shu bola sababchi bo'lib qolsa, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Ko'rasan, men kanal shu sababchi bo'lyapti, menga ham qo'ynimga solyapti-da u. Yaxshi bo'ladi. Kuzatib turibsizmi axir? Kuzatib turibsizmi? Ha? Kuzatib turibsizmi? Kuzatib turing. Ha, kuzatib turibman. Endi Dubayda ozgina yig'ib keyin ketadi, endi. Обязательно mayli. O'g'lim qarasangiz savobi senga yoziladi. Juda yaxshi, yaxshi o'ylabsizlar. Xo'p, onajon. Sog' bo'ling. Yo'linglar bexatar Bo'lsa bo'lsin. sizni yaxshi ko'raman, e'tibor bo'ling. Hop, hech bo'linglar, hop, sog' bo'linglar. Mayli. Hayotda hozircha ko'p azob ko'rdim, gohida yiqildim, gohida Yig'lamadim. sevdim. Xursand bo'ling. Nega yig'layman? O'g'lim Alloh uylariga boryapti. Mayli. Alloh yordam bersin. Duolaringiz sabab omad quchog'ini ochib, davru davronim keldi, yo'qchiliklari qochib. Janob Frederikson, bu yer meni tasavvurimdagidek